Bu pirogga cheescake yoqtirmaydigan doda buvilarga tayyorlab bersanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib, un bilan margarinni kroshka holatiga keltirib olamiz. Tuxumni shakar bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Kroshka bo'lgan massamizga tuxumni ko'pirtirib olganimizdan qo'shamiz. Smetana yokida qaymoq qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Men bu pirogimni kakaoli qilib oldim. Kakao razrihlitel qo'shib, xamir holatiga keltirib olamiz. Xamirimiz tinguncha ichidagi nachinkaga o'tamiz. Tuxumni yana shakar bilan ko'pirtirib oldik va tvorog qo'shamiz. Tvorogingiz quyuq bo'lsin qizlar. Kamochkasi kamroq bo'lsa mazali chiqadi. Xamirimizni ozgina un bilan xuddi videoda ko'rsatilgandek yoyib olishimiz kerak. Ikkiga bo'lib. Qolipimga sariyog' surib oldim qizlar. Xuddi videoda ko'rsatilgandek terib olasizlar. Massani ko'rdinglarmi? Quyuqqina turibdi. Ustidan ozgina kukuruzni kraxmal sepib yubordim, suv chiqib ketmasligi uchun. Aytgancha pirogga ustini xohishingizga ko'ra dekor qilinglar yoki o'zini yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Men shunaqa kletka qilib oldim. 180 gradusda 35 minut duxovkaga yuboramiz. Mazasi shunaqa og'izda erib ketadigan bo'lib chiqdi qizlar. Cheesecake yoqtirmaydigan tanishingizga обязательно bu pirogimni tayyorlab berishingiz kerak. Mazasi просто gap bo'lishi mumkin emas.